Elbek. Ya dada. O'zbekchada aytchi dada. Ha, o'zbekchada salda gaplashamiz. Hozir nima? Video montaj haqidami? Yo'q. Xo'p, bunda InShot yoki CapCut'ni yuklab ol. Yuklab bo'lsak ayt. Keyin videomni import qilamiz. Keraksiz joylarni tirqib tashlaymiz. Muzikani qo'shamiz. Ovozini moslaymiz va oxirida eksport qilamiz. Elbek. Tayyormisan? Elbek. Ya, Elbek. O'zbekchalab dada de, o'zbekchalab dada de. Xo'p, mayli. Dada. Videoni ochdingmi? Yo'q, ochmadim. Agar ochgan bo'lsa, Chachimni o'zi kulib berdi. qirqib tashlaymiz. Bas. Tayyor bo'lsang, tayyor deb yoz. Elbek. San qiyin bo'lyapti, o'zbekcha so'zlay, Elbek. Mayli. Endi o'zbekcha davom etamiz. Elbek, Almata qachon ko'chib kelding? Yaxshi, tushundim. Videoni ochdingmi? Ochgan bo'lsang, keraksiz joyini ko'rsat. Men senga aynan nima bosishni aytaman. Nima bo'lsa shuni nimasi? Sen menga dangalni aytishing. Yo'q, tushundim dada. Gap keraksiz joylarni qirqish haqida. Videoni timeline'ga qo'yib, kerak bo'lmagan boshini va oxirini markerlarni tortib qisqartirasiz. Tayyor bo'lsang, keyin deb yoz. Shundan navbatdagi qadamni aytaman. Bo'ldi. Elbek, sen Almataga qachon kelding? Voy, bir sekund, esimda yo'q dada. Men oldindan kelmaganman. O'zgani men jasanni bir qalada bo'lgan emas. Almata so'ralni ne bilding keladi? Alde sol jaqdan birdenge topdim kelame. Sen o'zbekchadan qozog'cha sekib ketding-ku. Elbek. Bir teksin bo'ladi. Elbek. Men o'zbek emasman va hech qayerga ko'chib kelmaganman. Men sun'iy intellektman. Odamlar odatda ish, o'qish, biznes yoki sayohat uchun kelishadi. Yana nimani bilmoqchisiz? O'zbekchalab latifa aytib ber, Elbek. O'zbek tilida latifa bilasanmi? Bilsam, qarang. Dada, gapingizni aniq tushunmadim. Oxirgi aytganingiz audio sifatida biroz noaniq eshitildi. Iltimos, yana bir marta sekinroq yoki yozib ayting. Men o'zbekcha ham, qozoqcha ham javob bera olaman. Qaysi tilda davom etamiz, dada? Elbek, o'zbekcha latifa bilasanmi, o'zbekcha latifa? Tushunarli dada, gapingizga boraman. Bu so'z deb Xo'p, o'zbekcha yangi latifa. O'qituvchi. Nega kech qolding? O'quvchi. Tushimda maktabga kelib qolgan ekanman. Uyg'onib qarasam, yana kelibman. Yana bittasi. Do'st, telefoning nega jim? Javob: chunki zaryad qilmasam, u ham men bilan gaplashmaydi. Yana o'zbekcha latifa aytib beraymi? Aytaver. O'zi Mayli dada.